Assalomu alaykum. 2026-yil 20-may Andijon viloyati Agroban ati marhamat filiali hamkorligidagi Cho'qaqir MFdagi joylashgan 7-konturga yetib keldi. Bu yerga kartoshka qishloq xo'jaligi maxsus yetishtirish, ekish va yetishtirish rejalashtirilgan bo'lib, yer maydoni jami 10 gektardan iborat. Shundan uzunligi 300 metr, eniga 350 metr tashkil qiladi. Ushbu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda ekinlar gullash arafasida hamda bu ushbu yerda tabiiy meva o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyihaga 35 dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 30 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun Marhamat tumanidagi Mingtepa dehqon korporatsiyasi biriktirilgan bo'lib, ushbu loyiha bo'yicha har bir gektaridan 35 tonna, jami 350 tonna kartoshka urug'i olish rejalashtirilgan. Ushbu ijarashlar birinchi ekindan so'ng o'rtacha 35-40 milliondan daromad olish ko'zda tutilgan. Kelgusida ushbu ekindan so'ng ham shunday daromadli urug' ekish rejalashtirilgan. Loyiha amalga oshirmay ham ko'rishlaringiz mumkin.